siz hali bunaqasini ko'rmagansiz. O'zbekiston tarixida, ya'ni O'rta Osiyo tarixida mana bunday katta universal drabilkani ko'rmagansiz. Bu universal drabilkamiz eksport uchun, ya'ni chet el davlatiga tayyorlangan. Buni ishlashlarini hammasini sizga ko'rsatib beramiz. Buni ko'ryapsiz kattaligini Hoji aka. Hop, tepaga tushamiz. Qaysi mana meni bo'yim 1.75, ko'ryapsiz. Meni bo'yim bilan teng. Buni ko'ryapsiz gigantligini, xohlagancha presslarni, mana bunday somon pressni, yeryong'oq pressni hammasini xohlasangiz pastdan, xohlasangiz mana bunaqa tepadan solib bemalol chiqarishingiz mumkin. Sizga ishlatib ko'rsatib beramiz. Apparat ishga tushdi, apparat. Akalar bu apparatni chiqarganini ko'rlar. Вообще dahshat, yomon chiqardi. Mana yer yong'oq bilan makka poyalarda indamasiz hammasini chiqarib olgan. Yer yong'oq presslarimiz, ko'ryapsizlar, yer yong'oq bilan turibdi. Mana shu presslar va makka poyalarda mana yo'q qilib chang qo'yardi. Agar sizga ham mana shunday katta, gigant universal rabit kerak bo'lsa, bemalol Altemir zavodiga aloqa chiqishingiz mumkin. Yoki sizga bu kattalik qilsa, hop, bundan tashqari bizda kichkina mana 220 ga ishlaydigan universal rabikalarimiz ham bor. Hop, narxlari 1.700.000 so'mdan boshlab ketaveradi hammasi. Motor kilovatga qarab o'zgaraveradi. Sizga mana chorva sohasiga mana shunday universal va yemalashtirilgan michalkalar, drabilkami, makkaslaydiganmi yoki bidonli michalkalar kerak bo'lsa, bemalol Altemirga aloqa chiqishingiz mumkin. Sizga mana shunday chiroyli sifatli qilib tayyorlab beramiz. Hammaga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ular uchun albatta bu aytgan narxlarimiz o'zimizning Altemir zavodimizdagi narxlari. Ko'ryapsizlar, xohlasangiz mana bunday to'rtburchak variantda, xohlasangiz mana bunday dumaloq variantda. Albatta sizning istagingizga qarab. Hop, xohlasangiz dumaloq, xohlasangiz to'rtburchak. Xohlasangiz mana o'zimizda Altemir zavod tomonidan ishlab chiqarilayotgan hozirgi kunda o'sha eng trenddagi apparatlarimizdan mana bunday 3 ta oyoqlik va setkalari yonboshdan almashadigan variant mana. Mana bunday yangiliklar bilan, xudo xolasa, albatta aksiyalarda zo'r bo'lyapti. Va mana bunday hop chempion apparatlarimizdan yangi chiqqan apparatimiz, yangilik apparatimiz O'zbekistonda ketkalari yonboshdan almashadi. Xohlasangiz mana bunday tikka holatda, xohlasangiz mana bunday yonbosh holatda ham albatta ishlatishingiz mumkin. Agar sizda tikka qilib ishlasangiz, mana bunday qilib oyog'ini bitta yig'ishtirib qo'yasiz, bo'ldi. Xohlasangiz sizga alyuminli variantda, xohlasangiz misli variantda. Endi hop ko'p kuttirib o'tirmaymiz, narxlarini aytib o'tib ketamiz. Albatta eng aksiya narxida, skidka narxida ulgurib qoling. Hop, Altemirda bilasizlar, hop, eng original narsalar, xudo xolasa, eng ishonchlar bo'ladi. Aytganimizdek, listlar hammasi qalin. Bu joy qalin listdan va mana bu joylar turbadan bo'ladi. Hammasiniki yonboshlaydigan variantda ham va nari yonboshlamaydigan variantda turbadan bo'ladi. Pichoqlari kuydirilgan va o'sha zavodskiy mahalliy narxlarni aytib ketaman. O'zi albatta obunachilar, o'zimizning Altemir zavodimizdagi narxi. Operator, keling. Hop. Mana aynan mana shu 3 ta oyoqli apparatlarimizni narxlari, yonboshlamaydigan narxlari. Bularimizni hop 6.5 kilovatli motorda alyumin motor narxi 2.600.000 so'm va misligi narxi 2.800.000 so'm o'zimizning Altemir zavodimizdagi narxi. Xohlasangiz mana bunday dumaloq variantini oling, xohlasangiz mana bunday to'rtburchak variantini oling. Narxi albatta o'sha 2.600 ga 2.800.000 so'm qolyapti. Endi bu 6.5 kilovat motorlarda o'sha aytilgan narxlar. Endi Altemirda aynan o'zi uchun ishlab chiqarilgan maxsus motori bo'lsa, narxi ozgincha o'zgariladi va yuqorilashadi. Hop, misligi bo'lsa, misligi narxi undan oldin 3.800.000 zastavkasi bilan 3.5 million shetdagi narxlarni sotdik. Endi albatta bu Ramazon oyi uchun skidka narxida chetdan kelib o'zingiz olib kelsangiz 3 kilovat 3000 obort misligi narxi 3.300.000 so'm va o'sha 3 kilovat 3000 obort alyumin narxi 2.900.000 so'm o'zimizning Altemir zavodimizning narxi va o'sha aynan maxsus motor 3 kilovat 3 kilovat 4 kilovat 4 kilovat mismi. Endi bu 6.5 kilovat aytdim. Albatta skidka narxida hop 2.600.000 so'm dumalog'i va hop 2.900.000 so'm o'sha misli variantda bo'lyapti. 2.800.000 so'm adashib ketibman. 2.800.000 so'm
O'sha misli variantda, xohlasangiz dumaloq variantda oling, xohlasangiz to'rtburchak variantda oling. Farqi yo'q. Setkalari yonboshdan almashadi hammasiniki. Endi hop bu apparatlarimiz, 3 ta oyoqli apparatlarimizdan narxni aytdim. Endi nomi aloqaga chiqqanda Like nomli apparat deb aytibsiz. Albatta bular o'sha undan oldin nomi ham Like edi. Aloqaga chiqqanda mana shu Like nomli apparatdan 3 ta oyoq narxdan, 3 ta oyoqliligidan desangiz, xudo xolasa, mana albatta dastlabki xizmatiga ozgincha qo'shiladi. Endi bu tomonda mana yonboshlaydigan, xohlasangiz tikka, xohlasangiz mana bunda yonboshlaydigan holatda ham ishlasa bo'ladigan apparatlarimizda nomi Champion, o'zimizning Altemir zavodimizdagi olib ketish narxlarini aytib o'tib ketaman sizlarga. Bunda ham agar siz istagingizda, xohlagingizda avvalo mana buni xohlasangiz dumaloq variantda, xohlasangiz to'rtburchak variantda oling. Farqi yo'q, narxi. 6,5 kW motor qo'yilganligi, alyumin narxi 2 million 700 ming so'm. 6,5 kW misli qo'yilgan narxi 2 million 900 ming so'm. Albatta o'zimizning Altemir zavodimizdagi narxlari. Endi bunga maxsus motor qo'yib ber degan akalarimiz uchun o'zimizning uchun maxsus ishlab chiqarilgan motor, Altemir motorlari bo'ladi. Endi Altemir motori bo'lib turib, boshqa brenddan ham keladi. Aynan o'zimiz uchun maxsus original motor. Ularimizdagi narxlari bu Champion apparatlarimizga Altemir uchun maxsus narxlari alyuminligi 3 million so'm va misligi 3 million 400 ming so'm bo'ladi. Dastavkasi kelishgan holatda ozgincha qo'shiladi. Bularimizda ham setkalari ko'rsatganimizda yonboshdan almashadi. Hammasida avtomati bor, voltmetrlargacha ko'rsatilgan mana. Ko'rsatdik. Voltmetr bor, to'rt ko'rsatadi va avtomatlari ham bor. O'zi zashta qiladigan, hammasida arzonni ham qimmatni hammasida o'zini o'zi zashta qiladigan avtomatlari qo'yilgan. Narxlarida aytib o'tib ketdim. Bu apparatlarimiz hammasi universal, ho'l, quruq, o't, dompon hammasini chiqarib o'tadi, xudo xolasa. Setkalari ham 4 xil bo'ladi. Ko'rsatib. Mana. Setkalari 2 xil o't uchun va 2 xil mana bunday don uchun. O'sha setkalar ham eng qalindan narx arzonlagan sifat tushib ketgani yo'q. Setkalar qalindan 1,5 mm, 5 mm bo'lari. Qo'y uchun va mol uchun chiqarib beradi. Qo'l, quruq tanlamasdan xudo xolasa, chizga chiroyli qilib chiqarib beradi. Bulardagi ham mana shunaqa setka bo'ladi va mana 3 ta oyoqlarimizga ham xuddi mana shunaqa setkadan bo'ladi. Endi bularimiz 200 voltga ishlaganlari sal bunlarda narxi menga ozgina sal qimmatlik qildi degan akalarimiz mana sizlarga bu tomonda. Bundan oldin videolarimizda ko'rsatib o'tganmiz. Bularimiz hamma joyi to'liq listdan bo'lgan, motorlari 6,5 kWlik, narxi alyuminli narxi 2 million 300 ming so'm va misligi narxi 2 million 600 ming so'm dastavkasi kelishadi. Mana sizga bundan ham kichkinasi so'ragan obunachilarimiz bor. Bundan ham narxi 1 million 800 ming so'm edi. O'zimiz Altemir zavodimizdan olib kelsangiz, sizga mana bunday apparatimiz 1 million 700 ming so'mga albatta qilib beramiz. Xudo xolasa, apparatlarimiz eng ishonchli va eng sifatli, eng yaxshisidan, segmentlar hammasida kuydirilgan segment bo'ladi. Va mana bu aytganlarimda Like bilan Champion nomli apparatlarimizda maxayiflar ham zavodskiy maxayif bo'ladi. Endi bu apparatlarimiz mabodo chiqaryapti turgan vaqtida sizga chiqaryapti turgan videosi ham kerak bo'lsa, bizni kuzatib turasiz. Bundan keyin videolarimizda xudo xolasa chiqarishlarni hammasini birma-bir video qilib o'tib ketamiz va changitmaydigan palatka so'ragan obunachilarimiz juda ko'p. Mana bunday changitmaydigan palatkalarimiz ham bor. Bularimiz narxi 300 ming so'm bo'lyapti. 350 ming so'm sotilgan, narxi 300 ming so'm. Albatta shahar markazidan shopirlarimizdan olasiz yoki Drive bilan qo'shib zakaz bersangiz, albatta xudo xolasa uyingizgacha kirib boradi. Xudo xolasa mana Ramazon aksiyasiga apparatlarimiz narxlarini ancha yengillatib qo'ydik. Chorvador akalarimizga ancha yengillik bo'ldi. Xudo xolasa mana shu narxlarda bemalol ulgurib qolishingizni xudo xolasa tavsiya etamiz. Hammaga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'linglar.